Yurtimizda qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish, sohada zamonaviy yondashuvlarni joriy etish va yuqori hosildorlikka erishish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, urug'chilik sohasini takomillashtirish, sifatli va mahalliy iqlimga mos urug'larni yetishtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli xolding kuzatuvchilari. Masofadan loyihasi yana siz bilan birga. Bugun BNB Holding tizimida urug'chilik yo'nalishida yangi faoliyat boshlagan BNB Econav korxonasi, uning maqsad va vazifalari, urug'chilik sohasini rivojlantirishdagi ahamiyati, shuningdek, sohadagi istiqbolli rejalari haqida so'z olib boramiz. Suhbatdoshimiz BNB Econav korxonasi direktori, qishloq xo'jaligi bo'yicha falsafa fanlari nomzodi Sobir Egamberdiyev bo'ladilar. Hosil yetishtirishda ozuqalantirishning ahamiyati, uni qo'llashda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerakligi haqida kuzatuvchilarimizga ma'lumot berib o'tsangiz. Oziqa muhiti agar to'g'ri tanlansa, to'g'ri qilinsa, ertangi kunda uni tarkibidagi kasalliklari, zarar kunandalar va boshqa narsalarni olib kelmasligi uchun biz to'g'ri tanlab olishimiz kerak. Hozir ko'rib turgan jarayoningizda oziqa muhitini tayyorlashda biz biogumusdan foydalanganmiz, sho'li qipig'idan foydalanganmiz, keyin g'o'za qavochog'ini chirindisidan foydalanganmiz. Chunki sabab uni ertaga urug'da ekkanimizdan keyin oziqa muhitiga kerakli bo'lgan oziqa bilan birgalikda ularni ildizlarni yaxshi yurishi uchun, yaxshi shakllanishi uchun g'avokliklar ham to'g'ri tashkillashtirilgan bo'lishi kerak. Agar bizda ko'pchilik holatlarimizda oziqa muhitini oddiy uy sharoitida to'proqdan qilinadi, oddiy to'proqlarni ilab qilinadi. Bu ilagan paytimizda namlik yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa, zishlanishlarni, ya'ni uni qattiqlashishi oshib ketadigan evaziga urug'larimiz chiqmay qoladi. Ko'pchilik fermerlarimiz, dehqonlarimiz, ya'ni shu oziqa muhitini to'g'ri qilmaganligini evaziga urug'lar chiqmay qolsa, urug'chiga ayb qo'yiladi. Ya'ni urug'laring chiqmadi degan savollar tug'iladi. Shuning uchun men ko'p aytardimki, fermer xo'jaliklarida, aholi tomorqalarida ko'chat tayyorlayotgan paytimizda, ko'chatni tayyorlayotgan paytda oziqa muhitiga e'tibor berishligini. Chunki siz borib urug'ni ekayotgan paytingizda urug'larning u joyda o'sib rivojlanish uchun kerakli bo'lgan darajadagi g'avoklik bo'lish kerak. Ya'ni ildizlarning shakllanishi, rivojlanishi va u to'proqni yorib chiqishi albatta bu muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayon hisoblanadi. Bizda to'proq holatlariga ekadigan bo'lsak, urug'larimizda to'proqni yorib chiqish bo'lgan, ya'ni energiyasi yetmay qolishi ham mumkin. Bu istaganchiliklarga oziqa muhiti to'g'ri tanlab beriladi. Chunki agar to'g'ri tanlab bermaydigan bo'lsangiz, siz olayotgan urug'ingizda bateriya ko'payib ketib qolishi mumkin. Shuni oldini olishlik uchun, g'avokligini yetarli darajada bo'lish uchun bu holat qo'yiladi. Yana bitta savol tug'iladi, albatta bu muhitni qilayotgan paytimizda mahalliy nuridan foydalanish tartibi bo'lishi kerak. Chirimagan gungni biz tavsiya qilmaymiz. Mahalliy chirindi, ya'ni mahalliy nurini kamida 2 yo 3 yilgacha chirigan bo'lishi kerak. Ya'ni turgan gung bo'lishi kerak. Uni tarkibidagi machasi to'liq ketgan holatda, yuvilgan holatda ishlatsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Agarda bu holatda bo'lmaydigan bo'lsa, ildizlarni sarg'ayib ketishi, ildiz chirish kasalliklari, ya'ni bo'g'in chirish kasalliklarini olib keladi u. Shuning uchun olib kelmasligi uchun mahalliy chirindilarni to'g'ri qo'llaniladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Javobingiz uchun katta rahmat. Sobir aka, shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Hozirda siz BNB Agro korxonasi issiqxonalarida urug' va ko'chatlarni ekin mavsumi uchun tayyorlamoqdasizlar. Mo'l hosil olish uchun urug' va ko'chatlarni ekish texnologiyasi va muddatlari haqida so'zlab bersangiz. Ekish vaqtlarini biz to'g'ri taqsimlab oladigan bo'lsak, dalaga ekiladigan ko'chatlarimiz ham yaxshi pishgan ko'chatlarimiz bo'ladi. Ya'ni ko'chatchilik vegetatsiyasini to'liq o'tagan bo'ladi. Bugungi kunda BNB Econav korxonasi bugungi kunda BNB Holdingda qoshida bo'lgani uchun aynan Arnasoy tumanida urug'chilik yo'nalishini ochganmiz. Ya'ni aynan shu joyda. Nima uchun aynan bu joy tanlab olindi deganda, chunki bilamizki, Arnasoy to'proqlari ba'zi bir joylarimizda sho'rtob to'proqlar bo'ladi. Chunki ko'p bugungi kunda yer eroziyonlarini kelib chiqishi ham bu sho'rga borib taqaladi. Aynan shu sho'rga mos bo'lgan navlarni yaratish uchun shu joyda o'sish kerak, shu joyda rivojlanish kerak. Bu jarayonda biz ertachiroq ishni boshlaymiz, chunki aynan shu yanvar oyida qilinadigan agrotexnika, bahorda qilinadigan agrotexnikaga 50-60% yordam beradigan agrotexnika hisoblanadi. Aynan shu ko'rib turganlarimiz hammasini ostida biz to'kcha qilingan holatda istaganchiliklarimiz joylashtirilgan. Bu nima uchun yanvar oyida qilindi degan savol tug'iladi. Mana biz dehqonlarimizga o'rgatamiz, fermerlarimizga kerakli bo'ladigan oziqa muhitdagi begona o'tlar ham borda. Begona o'tlarni unib chiqib, to'liq chiqib bo'lgandan keyin ularni qo'l bilan olib tashlash mumkin. Yo bo'lmasam o'zini dorilari bor, ularni sepgan paytimizda begona o'tlarni to'liq chiqqan paytda o'ldirishini kuzatamiz. Shuning uchun ko'chatlarni ekkanimizda
standartligi, o'suvchanligi, uni ertaga vegetatsiyasini o'z vaqtida yetib kelishi ham aynan shu amaliyotga borib taqaladi. 10-15 martlarga borib ochiq dala uchun urug'larni qaday boshlaymiz. Ya'ni ertangi kunda tuproqda temperatura ko'tarilgan holatda urug'larimiz to'g'rima-to'g'ri o'z vaqtida dalaga olib borishni ta'minlash uchun shu holatda biz vaqtlarni to'g'ri taqsimlab oladigan bo'lsak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta bu viloyatlar kesimida chistolar o'zgarishi mumkin. Masalan, issiqroq joylarimizda oldinroq boshlanadi. Shu oyda ham masalan tashlanadigan urug'larimiz bor. Bu nimaga? Bu issiqroq joyga boriladi. Chunki boshqa joylarga qaraganda 10-15 kun oldin, ya'ni dalaga borib moslashish kerak. Shuning uchun ham biz ertaroq ishlarni boshlaymiz. Qiziqarli ma'lumotlar uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Hurmatli obunachilar, ijtimoiy tarmoqlarimizda biz bilan qoling va yangiliklarimizni kuzatib boring. Biz esa yaqin orada sizga nafaqat qishloq xo'jaligi, balki faoliyatimizning boshqa yo'nalishlarida olib borilayotgan ishlar haqida ham qiziqarli va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Masofadan loyihasining keyingi sonida ko'rishguncha